Qadrli do'stlar, assalomu alaykum va rahmatulloh. Eksklyuziv komandasi bilan Do'stlik Rublyovkasiga kirib keldik. 7.2 sotiqdan iborat bo'lgan kattagina 2 qavatli zo'r premium klassdagi hovlimiz sotuvga chiqdi. 1.6 metr, 5 ga 5 baseyni bor. Birinchi qavatda o'zini kattagina 6 ga 10 lik garaji bor. Tepasida esa oilaviy dam olish 610 etoji bo'lyapti. Kattagina hovlimiz bo'lyapti. Zeleniy zonasiga gap bo'lishi mumkin emas, qadrli do'stlar. Juda ham bir chiroyligina ikkita balkoniga ega. Ko'rib turganingizdek, bitta balkoni bu zalimizda, ikkinchi balkonimiz bu zalimizda. 15 ga 5 kattagina o'z mehmonxonasiga ega. Sirazu kirishdan o'ng qo'lda oshxona va mehmon kutish xonasi bo'lyapti. Mana bu yerda esa asosiy kirish qismimiz, tepada ikkita katta spalnimiz bor, kattagina umumiy sanuzelga ega. Ko'chasini ko'rsatib o'taman. Do'stlik Lolazor massivi atigi 100 metr katta ko'chadan kirib kelishdi. 3 ta o'zini mana shunaqa chiroyli archa daraxtlari ham mavjud. 20 metr fasadi. Bunaqa Do'stlik shaharchasida Rublyovkani birinchi marta ko'rib o'tishim, qadrli do'stlar. 2 qavatli o'zini ikkita binosi mavjud. 7.2 sotiq. Atigi 235 ming AQSh dollar deyapmiz. Bunaqa nufuzli, faizli xonadonni sotib olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang.